Assalomu alaykum hurmatli boks muxlislari va sport muxlislari. Mana qolaversa ancha oylardan beri kutilayotgan janglarimiz Eagles Boxing Promotion ostida bo'lib o'tadigan boks oqshomlarini mana xudo xolasa mana shu ro'za oylaridan keyin mart oylariga biz reja qilmoqdamiz va qolaversa mana Yusuf aka ham birgalikda mana shu janglarni tashkillashtirish borasida biz o'zimizning proyektlarimizni olib bormoqdamiz. Va o'sha proyektimizda mana shu Yusuf aka ham hali boks sport turidan tushib ko'rmagan ekan. O'shanda o'zimni sinab ko'ray degan maqsadda bugun mana shu muzokaralarni olib bormoqdamiz. Xudo xolasa mart oyida mana shu Eagles Boxing Promotion ligi ostida bo'lib o'tadigan janglarda barcha jizzaxliklarni kutib qolamiz. Hammaga omad. Kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biza aytgan kunlar ham yetib keldi, xudo xolasa. 28-29 mart kunlari xudo xolasa boks bo'yicha Jizzaxda katta professional boks oqshomi bo'ladi. Bu Eagles Box Sport promotioni ostida men o'zimni kuchimni sinab ko'rmoqchiman. Nima desam bo'ladi? Endi menga mana media bayislarning eng zo'ri bilan boks bo'yicha o'zimni kuchimni sinab ko'raman. Mana xudo xolasa bu musobaqani mana Jaloljon o'tkazyapti. Hammalaringni o'sha kuni kutib qolamiz. Butun mana Jizzaxga katta bomba yangilik bu.